Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. E'tibor beramiz hojatxonaligi, tualetligi, vygribniy yamaligi Dr. Robik +9 originali. Mana e'tibor berishingiz mumkin. Original Rossiyadan kelgan mahsulotlar hammasi. Biz internetdan arzonlarini ham ko'ramiz, arzonlarni ham sotib olganmiz. Bu bizda chiqayotgan poddelkalari mana buni spetsiyalni o'zimizdan klientlarga ko'rsatamiz, chunki nimaga deganda ishlamayapti, rezultat bermayapti deganimga e'tibor beringlar. Upakovkalarini pichatlariga e'tibor berasizlar. Oddiy salafan paketda chiqarilgan. Ichida nima? Xudo biladi buni ichida nimaligini. Biz buni spetsiyalni sotib olib, o'zimizdan klientlarimizga ham ko'rsatamiz. Mana e'tibor beringlar. Mana bunisi poddelka. Mana original. Yozuqlarga ham e'tibor beringlar. Ustidan ham ajratsanglar bo'ladi. Nimaga narxi arzon internetda, masalan, sizlarda qimmat deydigan odamlar, arzon narsa постоянно poddelka bo'ladi. Bular endi bizga Rossiyadan rastamoshkasi bilan hammasi qonuniy kelgani uchun narxi anaqa bo'lishi mumkin, lekin shunda ham bizda narxi qimmat emas. Optoviy narxlarimiz arzon. Mana bunaqa poddelkalarni olganinglardan keyin ishlamagandan keyin xafa bo'lib o'tirasizlar. Nimaga ishlamadi, nimaga rezultat bermadi deb. Chunki mana hozir ko'pincha shunaqa holatlar bo'lyapti. Poddelkalari juda ham ko'p olib ketdi Toshkentda, ehtiyot bo'linglar. Men sizlarga prosta ko'rsatib beraman shuni. Upakovkalardan ahamiyat berasizlar.